alaykum kanalimiz a'zolari. Biz Orolxonda yangi loyiha boshladik. Bugun joyda burchakka qalinligida katta gruppamizni topib oldik. Mana Botir akamizdan tanishlar, Botir akamizdan. Bizni qiynagan narsalar mana darvozani baland qo'yishgan, o'ta baland. Bu yerni ko'tarsak bu uyga betoni yog'ib ketyapti. Joylar burchakka qilamiz, bitmasdan oldingi videosi. Mana xudo xolasa videolarni qo'yib boramiz. Mana bu kattalikni qo'yamiz-da. Mana to'silib o'tdi. Buni shunday tursin. Ana nega sota? Bo'ldimi? No. Necha metr oldi? 9 metr. Internetga. Qanchalik ko'ryapmidi? 13,5 metr. Nariyog'ichi? Yo'q. Nariyog'i kerakmasmi? Yo'q. Botir akam mana ishga qaytdi. Nima deysiz endi? Kanal a'zolariga. Men uzoq safarga ketdim, endi qaytdim. Yaxshi, hamma yo'q. Joyida. Joyida. Yana tashkilotga qaytib oldik. Qaytib oldim. Burchatkadan boshqasi bo'lmagan ekan. Bu tomonda eshik past qo'yilgan. Darvozaxona baland qo'yilgan. Eski uyda betoni. Shuni solishdan oldin planirovka qilib tekizlab olish kerak ekan, ho'l bilan qo'shib. O'sha eng yaxshi yo'l. Bir joyga bo'ladi-da. Mana Donoch akam ham ishga qaytdi mana. Kanalimiz yetib keldi. Jeszcze coś wiem. Assalomu alaykum. Orolxondagi ishlarimiz davom etyapti. Kanalimiz a'zolari, ota, ustalar ish yoqyaptimi? Ha? Ustalarning ishi yoqyaptimi? Ha, bu yaptı endi. Ha. Tosh qo'yganlar bilinadi. Qoracham cho'y chiqar. Ha, chiqar. Ollashga qo'yar ekan.
Bardavur qo'yishi bo'ldi. Barda qo'yib qo'yibdi. Bu tomonini kelishiga qarab qo'yadi endi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz Oraxonda loyihadamiz. Oraxonda ishlar davom etyapti. Ustalar charchang olyapti mana. Bocha ekanmiz. Nega bocha ekan? Gapiring videoga. Ota qalay, ishlar yoqyaptimi ustalardan? Juda zo'rda. Ma'qulmi sizga? Shunchalik qandan kim ma'qul bo'ladi? Juda katta ish qildi bular. Rahmat. Klonlarni ham keltirishyapti, ha? O'sha sal biroq qilgan yaxshi bo'ldi-da. Pas olganda ma'qul. Klon bo'lib ketar ekan. Unda qo'y. Dorozani baland qo'yib qo'ygan-da. Dorozani baland qo'yib qo'yishgan deyman. Ko'chaga moslab. Jumaga borib kelasizmi? Ha, mana endi hozir bu tomon eski sahna mana chuqurda bo'lib qoldi. Eski sahna chuqurda bo'lib qoldi deyman. Yo'q, men leshinsa qilib bog'ini ham nima qilamiz, ko'taramiz. Ko'taramiz? Ha. Ancha nima deydi? Semindan qiladi, stachka, nima? Aynoq qo'yamiz uni. Kengaytiradi. Hammamda nimalar, ko'chkalar bor, yaxshi qoladi unda. Hozir boshqa harakat qilamiz, endi o'g'il kelib qolsin. Odam shu ko'payib ketdi. Shekilli aylanib kelmadi ham og'iz bor. Qo'yamiz o'rnimizga. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Oraxondagi loyihalarimiz davom etyapti. Botir aka. Granit bosishlar. Ota charchamayapsizmi? Qorasini so'radingiz, mana qorasi keldi. O'rtasiga nima qo'yiladi deb so'radingiz. Ha. Endi ko'rdingizmi qorasini? Ha, mana. Aynadim. Rezina deb bor. Ha, yaxshi. O optoda yaltiraydi ekan-da bu. Yaltiraydi. Elimdagi optok sho'di, yaltiraydi.
hamisha hammamiz sog' salomat bo'laylik. Qo'l-chaqalarimiz bilan elimizga yaxshilik kunlar kelsa, hammamiz tinch bo'laylik. Sizlarga Ishlarimiz yoqdi? Ishlarimiz yoqdimi? yoqdi. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Aka. Ha, bo'ldi. Hop, rahmat. Rozi bo'ling siz ham.